Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Kavrak biznesini qilib turgan aka-ukalarimiz. Bugun 1-iyun sanasi biz Dehqonoboddamiz, ya'ni Qashqadaryoda. Ro'parasi 3 oy oldin 28-fevral sanasida biz oxirgi ko'chatlarimizni ekib berib, sotib Toshkentga ketdik. Toshkentda biz 3 oy bo'ldik. O'zimizning shaxsiy masalalarimiz bo'yicha, oilaviy masalalar bo'yicha Toshkentda bo'ldik. Juda ko'pchilik obunachilarimiz bizdan xavotir olib, nimaga ko'rinmay qoldingiz? Har kun video chiqarardingiz, nima uchun video chiqarmay qo'ydingiz? deb yaxshilikka so'rashdi. Rahmat ulardan, Alloh rozi bo'lsin. Bizda hammasi joyida, Allohga shukr, faqatgina ishlarimiz bor edi, bitirib keldik. Endi Xudo xolasa Qashqadaryo Dehqonoboddamiz. Yangiliklar, tushunmagan narsalar, shu sohani ichidagi hamma voqealarni video qilib YouTube platformasiga qo'yib boramiz. Bugun nima haqida gaplashmoqchimiz? Bugun o'sha yollanma ishchini vazifalari to'g'risida. Kimni kavragi tayyor bo'lgan bo'lsa, uni kestirish kerak. Kestirish uchun maxsus ishchilar jalb qilinadi. Bu Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tumanidan ishchilar maxsus gaplashiladi. O'shaning hisobidan biz bugun o'zi nima haqida gaplashmoqchimiz? Yollanma ishchini vazifalari to'g'risida gaplashmoqchimiz. Yollanma ishchini aslida vazifalaridan oldin uni xizmat haqqisi haqida gaplashsak. Uni xizmat haqqisi o'sha sizni 2 oy davomida, 3 oy davomida kavragingizni kesib, kavlab, deylik mahsulotini yig'ishtirib, siz qo'lingizga topshiryapti, misol uchun. O'sha topshirayotgan mahsulotni ichida uni teng 3dan 1 yig'ilgan mahsulotni ichida teng 3dan 1 o'sha yollanma ishchiniki bo'ladi. Yollanma ishchini oyiga $1000 beraman, men kavragimni kesib ber desangiz ham kesib bermaydi. Chunki misol uchun u yerda siz 100 kilo mahsulot yig'sangiz, 33 kilosi yollanma ishchiniki bo'ladigan bo'lsa, o'shani 2 oy, 3 oyga taqsimlaydigan bo'lsangiz, puli $1000 dan ham ko'p chiqadi. O'shani hisobidan ular faqat 3dan 1 sherikarligi o'ynaydi. Tak, yollanma ishchini asosiy o'sha 3ga 1 ishlaydigan yollanma ishchini vazifasi to'g'risida bugun gaplashamiz. Uni vazifalari o'zi aslida sizni kavrangizni boradi, qozadi har bittalab 100 mingta bo'lmaydimi? Har bittalab hokov yordamida. Juda ko'pchilik hokov desa bilmasligi mumkin. Mana hokov. Bu mana 40 sm atrofidagi rusordan maxsus, mana kim agar bilmaydigan bo'lsa ko'rsatamiz. 40 sm atrofidagi rusorda maxsus hokov yasaladi. Ba'zi bir joylarda kerki deyiladi, ba'zi bir joylarda hokov deyiladi. O'sha har bitta kavragingizni, ko'chatingizni o'sha hokov yordamida bittalab qozib, sochini yulib, dimlab beradi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, 20 kun dimda yotganidan keyin kavragingiz har bittasini yana повторный ochadi hokovda. Hokovda ochib, har bittasini boshiga kardon yopib chiqadi. O'tgan yil biz videolarimizda qo'yib bordik kardon. Kardon yopishda asosiy sababi quyosh urmasligi uchun mahsulot o'sha yaxshi bliski zo'r bo'lib chiqishi uchun kunda ish berishi uchun o'sha ildiz. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masalamiz har bittasini ochganidan keyin kardon bilan yopdi. Yopgandan keyin o'sha 2 oymi, 3 oymi agar ob-havo yaxshi bo'lib, kun g'ubor bo'lmasdan, chang, to'zon, shamol, yomg'irli kunlar bo'lmasdan, chiroyli ob-havo, quyoshli ob-havo bo'ladigan bo'lsa, 2 oy, 2,5 oyda bemalol mahsulotni yig'ib olsa bo'ladi. Agar kun g'ubor bo'lib, sal pagoda, misol uchun kesgan paytda kavrakni ko'kartirib yoki-da kavrakni o'ldiradigan pagoda bo'lsa, 3 oyga suriladi. 3 oy davomida kardonlangan ildizlarni
kesib, mahsulotini yig'ib qo'lingizga topshiradi. Keyin yana bitta narsani gapirib o'tib ketay. Hammada sharoit har xil bo'ladi. Hamma misol uchun puldor, boy emas. Hamma oddiy oila misol uchun deylik, yollanma ishchilarda ham shunaqa momentlar bo'ladiki, misol uchun 5 kilo yoki da 10 kilo mahsulot yig'ildimi, o'sha 5-10 kilo mahsulotni teng 3dan 1ni bo'lib, agar u xohlasa yoki so'rasa, siz berishga majbursiz. U narsa shart. Bu qonuniyat bizniki emas, bu o'sha xalq shu qonun bo'yicha ishlaydi. Misol uchun 10 kilo mahsulot yig'da, deylik 2 haftaning ichida o'sha 10 kiloni teng 3dan 1ni, 3 kilo 330 grammini siz berishingiz kerak yollanma ishchiga. Chunki u sotib ro'zg'origa ishlatadi, bola chaqasiga ishlatadi, misol uchun o'zini ehtiyojiga ishlatadi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, undan keyin agarda kimdir xohlaydigan bo'lsa, lukka, bu degani 100 kilo mahsulotni sezonni boshidan oxirigacha yig'di, oxirida 33 kilo olmoqchi. Unaqa variant qilsa ham kim xohlasa shunaqa beraverasizlar. Lekin asosiy 80% odamlar mahsulot chiqqanda olib, 3dan 1ni olib sotib ro'zg'origa ishlatadi. Ana endi xo'jayin kavrak ekkan xo'jayinni vazifalari to'g'risida gaplashsak. O'sha ishchi keladi. 3 oy davomida yotadi. Yotadigan joy qilib beradi. Ovqatini 3 mahal xo'jayin nima ovqat desa, o'sha ovqatni beradi. Yollanma ishchiga ham yotadigan joyi, ovqatini doimiy ravishda beradi. Agar 1,5 oy, 1 oyda bir marta uyga borib kelaman desa, misol uchun 100 ming, 200 ming so'm yo'l kirasiga pul beradi. Bo'ldi. Bundan tashqari hech qanaqangi xo'jayinga rasxod bo'lmaydi. Qolgani o'zaro muzoraba qilib, misol uchun o'sha xo'jayin bilan kavrak kesuvchi ikkalasi kelishib birgalikda ishlayveradi. Biz bugunchalik mana shunaqa qisqa qilib bir tushuncha berib o'tib ketamiz. Ertaga Xudo xohlasa kavrakni dimlashni juda ko'p obunachilarimiz so'rashyapti. YouTube ga qo'yamiz kanalimizga. Kavrakni mustaqil bitta kavrakni ochib, qanaqa sochini yulib, keyin qanaqa dimlab, qanaqa tuproq ko'mish kerak, o'shani ertaga ko'rsatamiz Xudo xohlasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.